Sergeliga kelganmiz. Sergeli 4. Qudus Sharif masjidigacha 7 minutlik yo'l ekan. Kateshchi okalarga, uy qurib okalarga zo'r variant topganmiz. Qaranglar okalar. Fasad uzunligi 19 metr, ichkariga 39,5 metr bo'lyapti. Общий 7,6 sotuv. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya ham bor. Katta ko'chagacha 200 metr bo'ladi. Suvli sep chiroyli qilib qo'yibdi. Havosi toza, rosa maza qilib yashaysiz deb o'tdi. Qaranglar, bu uyimizda 5 ta xonasi bor. Podvoli yaxlida yerto'la. Bu yoqda oshxona, yumushxonasi, sanuzel joylashtirilgan. Hovlini ko'ringlar, keng, kattaligini. Havosi rosa toza ekan, sababi shunaqa gullar o'sib, daraxtlar ekib qo'yishgan ekan. Endi qaranglar akalar, aytganimdek, fasad 19, ichkariga 39,5. Xudo yo'lga qoldirasizlar, bu yoqqa kottej chiroyli qilib solasizlar. Yoki nabarot, bu yoqqa kottej solib turib, bu yoqqa bitta yo'lga qoldirsanglar, menimcha ideal variant bo'ladi. Yoki o'zim yashayman desangiz ham, mana tayyor uylari bor, xonalar yaxshi remont qilingan. Pastga bu yoqqa qaratib chiroyli imorat solsangiz, qadrdonlarim, uyingizni ko'rdinglar, joyingizni ko'rdinglar, yoqqan bo'lsa, jo'daki ayamanglar. Tanishlarga tashab qo'yinglar, uy quruvchi, kottej quruvchilarga tashab qo'ysanglar manfaatli bo'ladi inshaalloh. Siz olmasangiz balki sizni tanishingiz olar, siz ham sopiga sherik bo'lasiz. Uyimizning narxini startviy $29,000 deyapti. Har bir sotigiga yana kelishib beriladigan joyi bor. Qiziqqanlar uchun men pastdagi raqamni qoldiraman. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.